Dadam retsepti o'ldiradi. Nima? Ketdimi? Dadam meni kechiring. Siz retseptingizni berib oldim. Sizlar uchun skaska ruletlari. Biskitimizga tuxum solamiz. Tuxum bilan shakarni birinchi ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab. Oppoq bo'lib ko'pirib chiqishi kerak. Qancha oppoq bo'lsa, shuncha pishni bo'ladi. Biskit oppoq bo'lib ko'pirib chiqqan. Un oz-ozdan 3 ga bo'lib solishimiz kerak. Ustiga mana shunday yengil solib olamiz. Unda aralashtirganda mana kamochkalari qolmasligi kerak, silliq bo'lishi kerak. Lisga quyib olamiz. Tekis qilib yoyib oldim. 170 gradusda 20 minut davomida pishirib olamiz. Tezroq qimirlashimiz kerak, o'tirib qoladi bo'lmasam. Tekizligi muhim. Tekis bo'lsa tekis chiqadi biskit. Mana biskitimiz tillarang bo'lib pishdi. Endi sovutib olib, kremni surkaymiz. Krem tayyorlash jarayoni, silishni emasda, saxarning pudri, zugshon nimalarga. Mikserda pastez deydi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Zugshonga solamiz endi. Kremimiz ko'pirib chiqdi. Siroplash jarayoni. Biskitimizni teng ikkiga bo'lib olganmiz, tagiga qosib olganmiz. Yaxshilab sirop berib chiqamiz. Krem solish jarayoni. 450 gramdan krem solib olamiz har biriga. Chiroyli surkab oldik. Endi o'rash jarayoni. Ozgincha sal buklab olamiz. Ehtiyotkorlik bilan o'rab ketaveramiz. Qog'ozda atrofini shunday o'rab qo'yamiz. Shu kremimizga sal yashil rangdan qurug'idan yoki suyug'idan solsak, shunaqa chiroyli rang bo'ladi. Kremni shokoladli qilish uchun 4 qoshiq kakao sovuramiz. Bezak uchun kartoshkadan shunaqa tipratikon yasab olamiz. Ustini chiqarish uchun kremni uzib solib chiqishimiz kerak. Tekis solsak o'xshamay qoladi. Shuning uchun uzib solamiz. Yonlarini sal chiqarib qo'yamiz. To'ngakka o'xshash uchun. Dariza didizga moslab har xil ko'rinishda bezatishingiz mumkin. Biz to'nga va sal skazichniyroq qilib bezatyapmiz. Pista sepamiz, ustlariga sal tipratikonni joylab olamiz. To'nga ustida tipratikon ketyapti-da, sekin uyga qarab. Skazichniy rulet Saraton do'konlarida sotuvda bor. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.